İşten aldırıp çıkan vaqtlarda kızlar intayın maskeye, rıçan canlıdan birisini ap geldim. Ems kızlar kırmızını başlap gideylik. Kırmızını başlaştım burun özümüzün meytonlarını taqib olaylik. Meyton taqash uqmaydigan qızlar men sizlarga hozir ikki xil meyton taqash usulini o'rgatib qo'yman. Shu orqali taqab qilib qolsanglar bo'ldi. Eng avval meyton xini ichiga chiqqan mushu ikki tal narsa bor. Mao bo'lib qolib qolsa meytonni oldigan, mao bo'lib qolib qolsa meytonni mush ustiga qo'ydigan narsada. Mushu qutisidagi ichidan elib qizlar maqaralar bunda holatda bo'lib qolib qolsa, navbat ichiga egilgan holat bo'lib qolib qolsa mao o'ng oldi bo'ldi. Navada masalan manda qalat bo'lib qolib qolsa, ichi egilmay tub-tuzlar manda qalat bo'lib qolib qolsa, mana bir ta'tir oldi bo'ldi qizlar. Shunlashqa mana o'ng ta'tirni oson arib olasizlar. Shu orqali metonni qutisidan chiqargandan keyin mana o'sha suv baqarsanlar, suyni silkib etib, bu suyni qilgan zamatlam kuzanlar qilmana bo'lmasa, mano bilan kuzanlarning ichini sho'rvolda ahvola bo'lib qoldi. Anadan keyin mana ustiga qo'yamiz. Qo'ygandan keyin hammadan oson usul qizlar qiralar. Mayaga qo'yib olgandan keyin manda qalat qilib, anadan keyin kuzanlarni o'zinglarning qarchug'ini azim etib tasanglar, mushu meytonlar shunchalik oson holatda taqildi. Anadan keyin ikkinchi usul bo'lib qolib qolsa, yana o'xshashlar mana ustiga suyni silkayotgandan keyin mana ustiga quyib, maqralar manda qalat qarab, men qarchug'ini ich tarafga sirt taraf qarab, anadan keyin meytonni ma oqya qo'yib olgandan keyin o'zinglarning meytonni mazi akasanglar, meytonlar taqildi. Mushu ikki xil usulni sinab qilib baqsanglar bo'ldi. Anadan keyin qo'linglarda mushunga o'xshash bosh pon va yoki o'zinglarga ishlatib kelayotgan shu ruler bo'lib qolsa, aslida yuzinglarga bo'sh qilib olsanglar bo'ldi. Masalan, men o'xshash ba'zi yuz terisi qurg'oq bo'lib ketgan qizlar qilib qolsanglar, mush yuzinglarga bayga vaqtda yana bir ishga ketib ortiq berib olsanglar bo'ldi. Anadan keyin men o'ylab yuzimizga tekshi holatda sindirib olamiz. Bagan suyimizni sindirib qilgandan keyin anik o'zinglarning qo'lidagi juye va yoki tedishon narsalar bo'lib qolsa, mushni yuzinglarning oson kafin bulg'aga berib olsak bo'ldi. Masalan, men burnimizning atrofi oson kafin bo'ldi. Anadan keyin peshonamiz, burnimizning cho'risi, og'zimizning cho'risi degandek yerlarga tekshib berib, anadan keyin yuzimizga sindirib qilib olamiz. Yuzimizga suv bilan juyen berib qo'ygan keyin bunda qalat tutsanglar, yuzinglar bir xil yumshoq qalatga keladi. Anadan keyin yuzimizga findiye sugashni boshlasak bo'ldi. Eng avval meyonlarning qo'lonlarga va yoki mushunga o'xshash narsalar bo'lib qolib qolsa, mushuni bir siqib qilib olgandan keyin, anadan keyin qo'lonlarni basanglar bo'ldi va yoki cho'tkada basanglar bo'ldi. Elib bu ich tarafdan, mishadan boshlab, tez tarafga qartib sugib olamiz qizlar findiyeni. Akima burnlar bergan vaqtlarda burnlarning miyerni mushtaq o'g'ilgan holatda findiyeni o'zimizning xayton mo'g'ullarning ichiga sindirib kiritishimiz kerak. Anadan keyin qo'lonlardagi bulutda, quruq bulut bilan va yoki yo'l bulut bilan bulutda miyonlarni urib sindirib olsanglar bo'ldi. Mana qizlar suygan findiyerimning shavgosi. Zirangguang oltida Tayuan Shanchida zirangguang tatib berayotgan qizlar uchun hech qanday mo'pi degan narsani ochmadim. O'zinglarning qo'lda masalan ishdan oldirib chiqqan vaqtimizda mushu sayxon ichki narsalarni bergan o'g'liga qo'llanib mushunda yetti sayxon bo'lib qolib qolsa va yoki ko'xun degan narsalar bo'lib qolib qolsa, mushuni ichidagi bir talraqni elib bilan ichki anglarga sayxon beradigan yerga. Aykin inkimizga, qopimizning quyruq taraflarga, peshonamiz degandek yerlarga berib olsak bo'ldi. Aytma burnlarni uchuqmazroq berib olsanglar bo'ldi. Anadan keyin qizlar, mani mushu yana bir tal pokiz bulutda urib yetkazsanglar bo'ldi va yoki mana o'xshash yo'g'on cho'tkalar bo'lib qolib qolsa, mushu yo'g'on cho'tkalar deb olsanglar bo'ldi va yoki cho'tka yo'q deb qolib qolsanglar, findiye bergan mushu finpu emas, undan pokizroq finpu, yeng finpu bo'lib qolib qolsa, ashnada yetib qo'ysanglar bo'ldi. Endi masalan, mana yo'g'on cho'tkalarni olib qo'ysanglar deb aplikka deb o'yildim qizlar. Hech qanday bir kafon qilmagan holatda, shunchalik pokiz holatda yuzinglardagi mushu yetti sayxonni sindirib bera oladi ekan. Qiralaman ikki tarafdagi shavgosiga. Anadan keyin qo'linglarda mushunga o'xshash dinjon pongu bo'lib qolsa, dinjon ponguda biroq qilib berib olamiz. Dinjon qilishdan burun qizlar ma'lum meni ishil tushunib beray. Ma'lum bulutni mana ichiga olgandan keyin, mush olgan petlan bermay, eng avval ma qo'linglarni olqinani bir azroq sugib o'tgandan keyin, anadan keyin ma past tarafdan ust taraf qartib beringlar. Anadan keyin qizlarimiz oldirib ishdan chiqqan vaqtlarda qishinlar sizma deb o'ltirgan o'rniga, masalan, qishinlar ma'lum qishinlarning shakli bo'lib qolib qolsa, eng avval mushuq qosh cho'tkanlarda qoshning ustidagi moyning juqlarini, upining juqlarini bir qitim cho'tka o'titinglar. Anadan keyin qo'linglarda masalan o'zinglarning qishining rangi bilan pek farqlanib ketmaydigan rameyka bo'lib qolib qolsa, mushuqlar rameyka ishlasanlar bo'ldi. Meni ishlatgan bo'lib qolsa, linha birinchi numurli qizlar. Shunzonsi rameyka shu meni bosh patga do'konida va ishada olsanlar bo'ldi. Agar rameyka bergan vaqtinglarda eng avval oldi tarafga ishtirib berib olsanlar bo'ldi. Oldi tarafga ishtirib berib olgandan keyin, anadan keyin oldidan ust tarafga qartib shol qilasanlar, bir xil qishinlarning yeshin meyi oldiga chiqib berdi.
Qaranglar. Aşkı qaşlarni chubesiga. Mesela mana o'xshash qishiqlanib qilib bo'lgandan keyin quyruq chiqmagan deb qolib qolsanglar, o'zinglarning qo'lidagi qashqalarida quyruqlarni azroq chiqarib olsak bo'ldi. Qaranglar, mana. Qopqinlarni qilgan vaqtlarda, ko'z ko'rmagan qilgan vaqtlarda qizlar ortiq cho'tkadan hech qanday hojat yo'q. Shunga o'xshash ikki xil cho'tka bo'lsa bo'ldi. Mau cho'tkada mesela o'zinglarning sharjasi bo'lsa degandek yalan so'rasanlar bo'ldi. Mauningda burnimizning ichi, ko'zimizning oldi degandek tilian qilib ya'ni tilian qilsa ikki xil cho'tka bo'lsa bo'ldi. Mau cho'tkani o'zinglar turda olsanglar bo'ldi. Qizlar menda lentasi yo'q. Ana lekin qo'limizdagi o'zinglar ishlatib yoqtirib chiqargan yeyinpan, mau bilan ko'p qolsa o'tiralik yeyinpansi. Mau cho'tkani elib, mau ang avval oq rangda qopqimizning hamma yeri bir qitim kangri holatda berib o'tgandan keyin ustiga degandek yalagan. Anadan keyin mau biz odatda beklar ishlatadigan kafe zarangda qo'yamiz qo'y, endi mana shu xil rangni. Mush rangni qopqimizning o'ttirsiga shoyampining o'rniga berib usti tarafga qattiq yetib olsanglar bo'ldi. Akan qopqonlarning ostiga cho'tkaning juqni berib olsak bo'ldi. Va kar berib o'tmalar bunda yalay ichib ketmasin cho'qim mushu ya kaltuga holatda berib olsanglar bo'ldi shunda holatda. Yetib qo'ygandan keyin qizlar masalan paqraqlar berishni yoqtirib qizlar qilib qolsanglar, mushunga o'xshash paqraqlarni qopqonlarning o'ttirsiga azroq berib olsanglar bo'ldi. Ana qopqonlar bir xil payji paqirab turdi. Mushu cho'tkani mau tarafida, motor shunchalik inishga olib, mau tarafida mau qiniq kafe zarani elib, endi o'zimizning sharjasi vazaki bu sanani solamiz. Kafe zarani elib o'zinglarning osti kirpigining tigidin asta oldi tarafga qartib yuran qilib olamiz. Qaranglar. Akin oldig'im shu. Mushunda qalatga o'sib bo'ldik. Tuzalman bir xil shunchalik nozik qalatga o'sib beralaydi. Anadan keyin qaranglar, o'tsansiz shuni qo'yay. Menda tuzalama ko'zallarning ostida men bir siziq bor ekan. Men bir siziq bor. Yo'qchiga shen. Mushu siziqdan ko'zallarni azroq bundoq bir narsa ko'mganda bir jumbolimiz bor. Ashunda alatni jumib anadan keyin o'ttirdim siz olamiz avval. O'ttirdim bir siziq qilib olgandan keyin anadan keyin oldi tarafga oq taraflarga yuran qilib olamiz. Yana bir tal cho'tkamizni elib, mau cho'tkimizda bayatdan qilib biz dastlab qopqimizning rangiga oq rangda o'zimizning o'lchansini tilian qilib olamiz. Anadan keyin mayiz tarafida masalan qahva taranglar teshib chiqib ketgan holda qolib qolsa, mau o'lchani ostiga tilian qilib olsanglar bo'ldi. Akma qopqimizning oldi taraf nima azroq tilian qilib olamiz. Burunga mushunga o'xshash cho'tka bo'lsa bo'ldi qizlar. Qaranglar, mau cho'tka bir xil bundoq bir shaklda kalat chiqdi. Mushu xil cho'tkada mushu yengdan ichidagi mau rangni qilib olsanglar bo'ldi. Qo'poq rangda. Mushu qishonlarning ostidan mishadan jumib qizlar. Mishadan cho'tkada mushunda pasanglar oshaydi, dal keldi qaranglar. Burnimizning uchini tuz holatda bir siziqsiz bosanglar ham bo'ldi. Anken cho'tkaning juqini va ikki tarafga yuran qilib olamiz. Bu cho'tkamizni elib, mau oq rangda qopimizni oldi. Anken mana yalani tilian qilib olamiz. Burnimizning uchi qishimizni o'tirsi anadagi burnimizning usti degandek yalani. Aka vaqtlarda qaranglar. Yildiz tarafdan ching bir holat egayotgandan keyin anken ustiga ozroq ko'tarib kirpiklarning uchiini yana bir qitim egib olinglar. Kirpiklarni bir qitim cho'tkilab olamiz. Aldirab ishdan chiqqan vaqtlarda qizlar mushunga o'xshash men joy chiqqan, ana lekin tabiiy chiqqan mushu jajimolarni tanlab olsanglar bo'ldi. Eng avval orqa tarafdan oldi tarafga chaplanlar. Eng avval orqa tarafni ilib, ko'zlarni yo'g'on echib, qaranglar, mushu o'zlarning usti kirpigining yildiziga chang chaplab qo'yasanglar bo'ldi. Mana hech qanday bir yenshansiz misollar bo'ldi qizlar, shunchalik chiroyli. Anadan keyin o'ttirdik chaplaymiz. O'xshashlar. Mushunga yeniga yaqin akilib o'zimizning kirpigining yildizi. O'rin chaplayotgandan keyin usti tarafga madaraq holatda ichdan sog'lomada qalat chiqdi. Anadan hozir eng oldinga chaplaymiz. Chaplab yana o'xshashlar. Yildizdan ust tarafga chaqishtirib olamiz, qaranglar. Kirpiklarimizni chaplab qilib qo'ygandan keyin qo'llanadigan yenshanbani ilib, mush ko'zimizning oldi tarafdan yenshani sizib chaplab olgan yolg'on kirpigimizni uch tarafga olib olamiz. Mat ulg'on qaranglar, ma ulmagan qaranglar, shu bezda beda. Qilib qo'ygandan keyin masalan, men o'xshash yenja chiqarishni yoqtirgan qizlar o'zinglarning mushu oldi tarafdan men yenja ustidan sharjasiga ozroq olib olsanglar.
Şu bayatdan biz sizden şarjı hazırlap qol bəsələ texim çirayla çıxdırır. Anadaki məsələn özənglərin qoldakı yalğan kirpikdə məsələn mənə oxşaş müşxil özünə yeni-yenisi çıxqanda qalatdakı yalğan kirpik tapıb qalsan da siz məsələn bu navada bunun oxşamaydigan məsələn bu da yeni-yenisi yox qalatdakı cacıma çolab qalsanlar yeni-yenini müşü quyruğundan tatıb özənglərin gözünün şəkli boyunca sızıb çıxırsanlar buldu. Bək tom çıxırtmaya qızlar inişki alətdə. Sızıb çıxırsanlar buldu. Anadaki kullanarken şorun fərsətki mavi ak tilyan rəngdə çoxum pişanimiz menjon tilyan qılaylan çoxum tilyan qılımız mənə oxşaş kiçik bulut qap qalsa muş bulutdan azraq elib mənə üstü azraq söküb etkəndən keyin anadaki muşu pişanimiz kızımızın asti burnumuzdan çörsi, ağzımızdan çörsi deyəndək tilyan qılışıq tiyişliklərini həməni tilyan qılıb almız. Anadaki kullanarken qavqan qap qalsa qavqanda qızlar bayatda biz muşu çutqıda qavqanı elib burnumuzdan üstüge anadaki gözümüzden fıçığa əgər bu çanın üstüge azraq bir basanlar adı bəyiz çıxdı güzələr. Anadaki özümüzün qışının astığımı azraq bir olmaz. Əgər kullanlarda çiki alımızga burnumuzdan içi, burnumuzdan üstüge deyəndək yerlərə bir olmaz. Çünki bir də ağzımızdan sökülən sizib qoxularımız bir vasaq buldu. Şu bilan qızlar müşünə aldırıb işdən çıxan vaxt qılçanaq maskəyə mağqırım tutdu. Yana yağmurlarni senden uyar, göz aldığına geldin.